Instagramga qarasam, faqat shu limonad va iced retsepti chiqyapti. Men ham tayyorlab sizlar bilan bo'lishkim keldi. Demak, menda 7 litr qaynab turgan suvga 6 osh qoshiq karkade choyini solaman, yarim bog' miyata sveji solaman. Bitta limonni to'g'rab sug'oramiz, bitta olmani ham barrak qilib to'g'rab solib, 1 daqiqa qaynatsak yetadi. 1 daqiqadan keyin gazni o'chirib, ustini yopib, dimlab qo'yamiz 10 minutga. 10 minutdan keyin hamma musorlarni olib tashlaymiz-da. Keyin shakar solamiz. Tabga ko'ra solasizlar. Menda 7 litrga 4,5-5 piyola shakar ketdi. Yana tabilaga qarab tatib ko'rib solsanglar bo'ladi. Ko'p qaynatish kerak emas, 1 daqiqa qaynatsanglar yetadi, achchig'i chiqib ketadi. Karkade choyini hamma bozorlardan topsanglar bo'ladi. Va xohlagancha podacha qilasizlar. Albatta sovitgandan keyin muz solib, grafinga yoki bokalga ustidan choyimizni quysak, juda ham mazali iced tayyor bo'ladi. Demak, limonad boshlaymiz. 3 ta apelsinni sedrasini chiqazib olamiz. Bitta limonni sedrasini ham qirg'ichdan o'tkazib olamiz. Oq choyini qilmaymiz, faqat sedrasi bo'lishi kerak va bunga 2 piyola shakar solamiz-da. Ustidan sedrasi chiqazilgan mana bu limon, apelsinlarni suvini siqib olamiz. Albatta, so'kuvjimalkada qilib yuborsanglar bo'ladi. Men qo'lda siqib ola qoldim. Va buni yaxshilab aralashtirib, shakari erigandan keyin sitadan o'tkazib olaman. Bundan chiqqan sitadan o'tkazgan kamochkamga yana suv aralashtirib, yana sitadan o'tkazib qo'shib oraman. Mana suv aralashtirib qo'yib qo'ydim. 4 litr gazlanmagan magazinni suviga, sovuq suvga qo'shib olaman. Xohlasanglar qaynagan suvni sovutib qilsanglar bo'ladi. Mana qolganini ham qo'shdim, miyata qo'shib oramiz. Va bitta yaxshilab chayqatib aralashtirsak, tayyor bo'ladi. Buni ham grafinga muz, apelsin, miyata solib, chiroyli qilib dasturxonga tortsak, juda ham mazali limonadimiz tayyor bo'ladi. Albatta tayyorlab ko'ringlar. Menga podpiska bo'lish, obuna bo'lish esdan chiqmasin. Albatta like ayamizlar degan umiddaman. Tayyorlab ko'ringlar.